Abdullaxon, jigarim mana, ukajonim mana. Abdullaxon, kelyapman ukam, kelyapman inshaalloh. Qadrdonlarim, kechqurungi soat 2 ukam Abdullaxon osh tayyorlab beryapti menga. Dachadamiz osh tayyorlab beryapti. İnşallah shirin oshlar chiqsin deb Abdullaxon ishni boshlagan avjida. Savzi piyoz qozonda. Kelinglar qadrdonlarim. Oraya keling. Hammaga to'g'ri. Oldin kuyovlarga o'tin yordirishar ekan, o'tin. Oldingi zamonda. Ukam baraka topsin. O'tinni toshni uryapti. Baraka topsin. Bosh harakat azizlarim. Abdullaxon, o'ylab ketay. Bitta qarab qo'y, tomoshabinlarga. Qadrdonlarim, jigarda baraka topsin. Aka yuring deb mana shu dachadagi joyga olib kirdi. Alloh aziz qilsin. Uni ham tan joni sog' bo'lsin ukamni ham. Yunusxon ukam bor, uni ham tan joni sog' bo'lsin. Bolalarini rohatini ko'rsin ilohim. Amin. Allohu akbar. Do'stlar bir dilbari jonu jahonim bor mening. Orazi gul qomati sarviravonim bor mening. Furqatindan o'zishab ohu fig'onim bor mening. Ah kim oshufta holu notavonim bor mening. So'zi ishqida basedog'i nihonim bor mening. Do'stlar bir dilbari jonu jahonim bor mening. Orazi gul qomati sarviravonim bor mening. Furqatindan o'zishab ohu fig'onim bor mening. Ah kim oshufta holu notavonim bor mening. So'zi ishqida basedog'i nihonim bor mening. Do'stlar bir dilbari jonu jahonim bor mening. Orazi gul qomati sarviravonim bor mening. Furqatindan o'zishab ohu fig'onim bor mening. Ah kim oshufta holu notavonim bor mening. So'zi ishqida basedog'i nihonim bor mening. Do'stlar bir dilbari jonu jahonim bor mening. Orazi gul qomati sarviravonim bor mening. Haqiqiy qo'y yog'iga bo'lgan qizlarim bor. Qo'y yog'i shifo bo'ladi-da. Mana shu tek tarafini bir ko'rsatib ekan, osh tegiga olmagan azizlarim. Mana qaranglar, osh tegiga olmagan. Tegi umuman olmagan osh. Alhamdulillah. Haligi osh tayyorlanish jarayonida Qur'oni Karim oyatlaridan ham tilovat qildik-da. Tilovat qilib, Allohning kalomi bilan boshlangan ish barakali bo'ladi, qadrdonlarim. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Maşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah azizlerim. Kelinglar azizlerim var, qadrdonlarim var. Elhamdülillah oshimiz tayyor.
oshpaz qadrdonimiz ukamiz Abdullaxon.